Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 2026 yilda ayrim pensionerlar ba'zi to'lovlarni umuman to'lamasliklari yoki kamroq to'lashlari mumkin. Bu gap shunchaki eshitdim, qo'shnim aytdi darajasidagi gap emas. Bu sizning oilaviy byudjetingizga bevosita ta'sir qiladigan masala. Chunki ko'p pensionerlar qonun bo'yicha imtiyozga ega bo'lsa ham buni bilmagani uchun yillar davomida ortiqcha pul to'lab keladi. Shu videoni oxirigacha ko'ring. Ayniqsa uy-joy solig'i, yer solig'i, kadastr, kommunal hisob-kitoblar, ijtimoiy himoya va mahalla orqali beriladigan imtiyozlar bo'yicha juda muhim narsalarni aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar pensionerlar, ularning farzandlari va yaqinlari uchun juda kerak. Men eng avvalo bir narsani aniq qilib aytaman. Pensioner bo'lishning o'zi hamma narsadan avtomatik ozod bo'lish degani emas. Ko'p odamlar mana shu joyda adashadi. Kimdir pensionerman, demak mol-mulki solig'i to'lamayman deydi. Kimdir pensionerlar chiqindi pulini to'lamas ekan dedi. Yana kimdir yer solig'i ham olinmas ekan deb o'ylaydi. Aslida har bir to'lovning alohida qoidasi, alohida imtiyozi, alohida sharti bor. Oldindan bu masalada ko'p narsa qog'ozbozlikka bog'liq edi. Pensioner imtiyoz olish uchun mahallaga borardi, soliq idorasiga borardi, kadastrdan ma'lumot olardi, pensiya guvohnomasini ko'rsatardi. Ba'zan bir hujjat yetishmasa imtiyoz qo'llanmasdi. Natijada odam qonun bo'yicha to'lamasligi mumkin bo'lgan summani ham to'lab yuborardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Pensiya oluvchi shaxs haqidagi ma'lumot, kadastrdagi uy-joy ma'lumoti, soliq hisob-kitobi, propiska yoki doimiy yashash manzili. Ayrim ijtimoiy toifalar bo'yicha ma'lumotlar davlat bazalarida ko'rinadi. 2026 yilga borib bu tizim yanada ko'proq raqamlashtiriladi. Lekin bu hammasi o'zi avtomatik hal bo'ladi degani emas. Men amaliyotda ko'rganman. Bazada xatolik bo'lsa, uy eski egasining nomida qolgan bo'lsa, yer maydoni noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, pensionerga imtiyoz chiqmaydi. Shuning uchun pensionerlar va ularning farzandlari bu masalani oldindan tekshirishi kerak. Birinchi katta masala bu mol-mulk solig'i. Oddiy qilib aytsam, uy, kvartira, dala hovli yoki boshqa ko'chmas mulk uchun hisoblanadigan soliq pensionerlar bo'yicha ko'p hollarda imtiyoz aynan shu yerda uchraydi. Lekin imtiyoz odatda bitta obyektga, yashash uchun mo'ljallangan uy-joyga, belgilangan maydon yoki belgilangan shartlar doirasida qo'llanadi. Masalan, Toshkent shahrida yashaydigan 18 yoshli onaxonning nomida bitta 2 xonali kvartira bor deylik. Kvartiraning kadastr qiymati yuqori bo'lishi mumkin, soliq xabarnomasi yiliga 400 ming so'm yoki 600 ming so'm chiqishi mumkin. Agar onaxon pensioner sifatida imtiyozga ega bo'lsa va u imtiyoz to'g'ri bazaga tushgan bo'lsa, u bu soliqni to'lamasligi yoki ancha kamaytirilgan tartibda to'lashi mumkin. Lekin agar kvartira hali marhum turmush o'rtog'ining nomida qolgan bo'lsa, soliq tizimi onaxonning pensionerligini ko'rmasligi mumkin. Natijada soliq to'liq hisoblanadi. Mana shu yerda odamlar nega menga soliq keldi deb hayron bo'ladi. Ikkinchi misol. Pensioner otaxonning nomida ikkita uy bor. Biri o'zi yashayotgan uy, ikkinchisi farzandlariga berib qo'yilgan, lekin hujjatda hali otaxon nomida. Bunday vaziyatda imtiyoz hamma obyektlarga birdaniga qo'llanmasligi mumkin. Ko'pincha imtiyoz bitta asosiy yashash joyi bo'yicha ko'riladi. Ikkinchi uy bo'yicha esa soliq hisoblanishi mumkin. Otaxon men pensionerman-ku deb to'lamay yuraversa, qarzdorlik, penya keyin majburiy undirish muammosi chiqadi. Uchinchi misol. Qishloqda yashaydigan pensionerning hovlisi bor. Kadastrda uy maydoni 120 kvadrat metr. Yer maydoni 8 sotix deb ko'rsatilgan. U kishi mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozga ega bo'lishi mumkin, lekin yer solig'i bo'yicha alohida shartlar qo'llanadi. Uyga berilgan imtiyoz avtomatik tarzda yerga ham qo'llanadi deb o'ylash noto'g'ri. Yer solig'i boshqa soliq turi. Shuning uchun soliq xabarnomasida 2 xil qator bo'lishi mumkin: mol-mulk solig'i va yer solig'i. Har birini alohida tekshirish kerak. Endi yer solig'i haqida gaplashamiz. Yer solig'i uy turgan yer uchastkasi, tomorqa, dala hovli yoki boshqa yer maydoni uchun hisoblanadi. Pensionerlar bo'yicha ayrim hollarda yer solig'idan ozod qilish yoki imtiyoz berish mumkin. Lekin bu ham hamma pensionerga ham, hamma yerga ham bir xil emas. Masalan, yakka tartibdagi uy-joy uchun ajratilgan yer bilan tijorat maqsadida foydalanilayotgan yer bir xil baholanmaydi. Agar pensionerning nomidagi joyda do'kon
ustaxona ijara obyekti yoki noturar bino bo'lsa, soliq boshqa tartibda hisoblanishi mumkin. Rag'am bilan tushuntiraman. Bir pensioner otaxonning 6 sotik tomorqasi bor. Yilga yer solig'i BDE'dan 1000 so'm chiqdi. Agar u imtiyozli toifaga kirsa, bu summa bekor qilinishi yoki kamaytirilishi mumkin. Lekin boshqa pensionerning 20 sotik yeri bor, uning bir qismi tadbirkorlik uchun ishlatilmoqda. Bu holatda soliq organi bu faqat yashash uchun yer emas deb imtiyozni cheklashi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, faqat pensionerman deyish yetmaydi. Yerning huquqiy maqomi ham muhim. 3-masala kommunal to'lovlar, elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi kabi to'lovlar bo'yicha ko'p noto'g'ri tushuncha bor. Pensionerlar bu xizmatlardan to'liq ozod qilingan degan umumiy qoida yo'q. Ya'ni elektr ishlatsangiz, gaz ishlatsangiz, suv sarflasangiz, odatda hisoblagich bo'yicha to'laysiz. Lekin ijtimoiy himoyaga muhtoj, yolg'iz yashovchi, nogironligi bor, kam ta'minlangan yoki maxsus ro'yxatga kiritilgan pensionerlarga kompensatsiya, subsidiya yoki mahalla orqali yordam berilishi mumkin. Bu to'g'ridan to'g'ri to'lamaydi degani emas. Balki xarajatning bir qismi davlat tomonidan qoplanishi yoki yordam sifatida berilishi mumkin degani. Masalan, yolg'iz yashovchi 75 yoshli ayolning pensiyasi 1 million 200 ming so'm. Qishda gaz va elektr xarajati 400 ming so'mga chiqadi. Dori darmoniga yana 300 ming so'm ketadi. Bunday vaziyatda u mahalladagi ijtimoiy xodimga, hokim yordamchisiga yoki inson ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qilib, moddiy yordam, kompensatsiya yoki ijtimoiy xizmat so'rashi mumkin. Agar u ro'yxatga kiritilsa, ayrim xarajatlari qoplanadi. Lekin u shuncha kommunal to'lovni to'lamay qo'ysa, qarzdorlik yoziladi. Shuning uchun bu ikki narsani ajratish zarur. Imtiyoz olish boshqa, qarzni e'tiborsiz qoldirish boshqa, menimcha. 2026 yil oldidan eng ko'p e'tibor berishi kerak bo'lgan birinchi guruh bu yolg'iz yashovchi pensionerlar. Chunki ularda hujjat yuritish, soliq xabarnomasini tekshirish, onlayn kabinetga kirish, ariza yozish qiyinroq bo'ladi. Farzandlari boshqa shaharda yoki chet elda bo'lsa, qarzdorlik yillar davomida yig'ilib qolishi mumkin. Ikkinchi guruh bu uy-joy hujjati eski bo'lgan pensionerlar. Masalan, uy hali ota-onaning, turmush o'rtog'ining yoki eski egasining nomida qolgan. Amalda pensioner yashayapti, lekin kadastrda boshqa shaxs turibdi. Bunday holatda imtiyoz chiqmasligi juda ehtimol. Soliq tizimi bu uy pensionerga tegishli deb ko'rmasa, pensionerlik imtiyozini qo'llamaydi. Uchinchi guruh bu bir nechta mulki bor pensionerlar. Bitta kvartira, bitta hovli, bitta dala hovli bo'lsa, qaysi obyektga imtiyoz qo'llanadi? Qaysi bir bo'yicha soliq to'lanadi? Buni aniq tekshirish kerak. Ba'zan odam dala hovli kichkina-ku deydi. Lekin soliq aynan o'sha obyekt bo'yicha chiqadi. Kadastr qiymati joylashgan hudud, yer maydoni va obyekt turi summaga ta'sir qiladi. 4-guruh bu nogironligi bo'lgan pensionerlar, urush qatnashchilari, meh fronti qatnashchilari, boquvchisini yo'qotganlar, kam ta'minlangan ro'yxatda turgan oilalar. Bu toifalarda alohida imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin ularni olish uchun hujjatlar to'liq bo'lishi kerak. Nogironlik ma'lumotnomasi, pensiya guvohnomasi, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, kadastr hujjati va ariza kerak bo'lishi mumkin. Agar pensionerning nomida hech qanday uy-joy yoki yer bo'lmasa, mol-mulk va yer solig'i bo'yicha uning nomiga soliq chiqmasligi kerak. Masalan, pensioner farzandining uyida yashaydi, uy farzandining nomida. Bu holda soliq farzandiga keladi. Pensionerlik imtiyozi esa uy egasi pensioner bo'lmagani uchun qo'llanmasligi mumkin. Bu ham ko'p uchraydigan holat. Ota-ona pensioner, lekin uy o'g'ilning nomida. Shunda uyda pensioner yashaydi degani bilan soliq imtiyozi avtomatik berilmaydi. Chunki mulkdor boshqa odam. Agar pensioner barcha soliqlarni har yili tekshirsa, kadastr hujjatlari to'g'ri bo'lsa, soliq kabinetida imtiyoz ko'rinib tursa, unda katta xavotir yo'q. Lekin baribir yilga kamida bir marta tekshirishni maslahat beraman. Chunki kadastr qiymati o'zgarishi, hudud stavkalari yangilanishi, obyekt turi noto'g'ri ko'rinishi mumkin. Eng muhim nozik jihat shuki, imtiyoz odatda ariza yoki ma'lumot asosida qo'llanadi. Ayrim joylarda tizim avtomatik tanishi mumkin. Lekin avtomatik tanimasa, siz men bilmagandim deb yillar o'tib pulni qaytarib olishda qiynalishingiz mumkin. Shuning uchun 2026 yilga kirishdan oldin o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar soliq bazasida to'g'ri turganini tekshiring. Ikkinchi nozik jihat, imtiyoz o'tgan davr uchun har doim ham oson qo'llanmaydi. Masalan,
Siz 2026 yilda borib, men 23 yildan beri pensionerman, nega soliq to'laganman desangiz, ortiqcha to'lovni qaytarish yoki keyingi to'lovlarga o'tkazish tartibi bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun ariza, dalil, hisob kitob kerak. Ayrim hollarda muddatlar ham muhim bo'ladi. Shuning uchun vaqtda tekshirish eng to'g'ri yo'l. Uchinchi nozik jihat, uyda bir nechta mulkdor bo'lsa, masalan, kvartira 3 kishining ulushli mulki, ona pensioner, o'g'il ishlaydi. Qiz boshqa joyda yashaydi. Bu holda imtiyoz faqat pensionerning ulushiga nisbatan qo'llanishi mumkin. Qolgan ulushlar bo'yicha soliq hisoblanishi ehtimoli bor. Odamlar esa onam pensioner, butun kvartira soliqdan ozod bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Har doim ulushga qarash kerak. To'rtinchi nozik jihat, uy-joy noturar joyga aylantirilgan bo'lsa, ba'zi pensionerlar uyining bir qismini do'konga, tikuvchilik xonasiga, ijara ofisiga yoki omborga aylantiradi. Agar hujjatda obyekt noturar joy sifatida ko'rinsa, soliq imtiyozi boshqacha bo'ladi yoki umuman qo'llanmasligi mumkin. Chunki imtiyozlar ko'pincha yashash uchun mo'ljallangan obyektlarga beriladi. 5-chi nozik jihat ijara. Agar pensioner uyini ijaraga bersa, mol-mulk solig'i masalasi alohida, ijara daromadi masalasi alohida. Uy pensioner nomida bo'lgani uchun mol-mulk solig'ida imtiyoz bo'lishi mumkin. Lekin ijara daromadi bo'yicha deklaratsiya yoki soliq majburiyati paydo bo'lishi ehtimoli bor. Bu yerda pensionerman, daromad solig'i ham bo'lmaydi deb o'ylash xavfli. 6-chi nozik jihat, kommunal qarzdorlik imtiyoz bilan bir xil emas. Men buni yana takrorlayman, chunki eng ko'p xato shu yerda bo'ladi. Elektr, gaz, suv bo'yicha sizda qarz bo'lsa, uni pensionerman deb bekor qildirish oson emas. Agar siz ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lsangiz, yordam so'raysiz, subsidiya yoki kompensatsiya olishga harakat qilasiz. Lekin xizmat ko'rsatuvchi tashkilot hisoblagich bo'yicha qarzni ko'rsatadi. Shu sababli qarzni yig'ib qo'ymaslik kerak. 7-chi nozik jihat, penya va majburiy undirish. Soliq xabarnomasi kelib, siz e'tibor bermasangiz, vaqt o'tishi bilan penya qo'shilishi mumkin. Keyin bank kartalaridagi mablag'lar, pensiya kartasi, mulkka nisbatan cheklovlar, notarial harakatlarda muammo bo'lishi mumkin. Men odamlarni qo'rqitish uchun aytmayapman. Lekin amaliy hayotda shunday holatlar uchraydi. Keyin odam aslida imtiyozim bor edi deb yugurib yuradi. Eng to'g'ri yo'l avval tekshirish, keyin ariza berish, keyin hisob kitobni tuzatish. Endi eng muhim qismga keldik. Pensioner 2026 yilda ortiqcha to'lov qilmaslik uchun nima qilish kerak? Birinchi qadam, mol-mulkingiz ro'yxatini aniqlang. Uy, kvartira, dala hovli, tomorqa, garaj, noturar joy bormi? Hammasini yozib chiqing. Qaysi biri sizning nomingizda, qaysi biri turmush o'rtog'ingiz nomida, qaysi biri farzand nomida? Aniq biling. Bizniki degan gap huquqiy jihatdan yetmaydi. Hujjatda kimning nomi turgani muhim. Ikkinchi qadam. Kadastr hujjatlarini tekshiring. Kadastr pasporti obyekt turi, maydoni, manzili, mulkdor FIH, yer maydoni to'g'ri yozilganmi qarang. Agar uy eski egasi nomida, marhum qarindosh nomida yoki maydon noto'g'ri bo'lsa, kadastr organlariga murojaat qilib tuzatish kerak. Bu ishni kechiktirmang. Chunki soliq ham aynan kadastr ma'lumotiga qarab hisoblanadi. 3-chi qadam, soliq organidan yoki onlayn xizmatlardan qarzdorlikni tekshiring. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli tanishingizdan yordam so'rang. Soliq to'lovchining shaxsiy kabineti, mobil ilovalar yoki tuman soliq inspeksiyasi orqali sizning nomingizga qanday soliq chiqqanini bilish mumkin. Xabarnomada soliq turi, obyekt, manzili, summa va muddat ko'rsatiladi. 4-chi qadam. Imtiyoz qo'llanmaganini so'rang. Soliq xodimiga aniq savol bering. Men pensionerman, mening mol-mulk solig'i yoki yer solig'i bo'yicha imtiyozim qo'llanganmi? Umumiy gapirmang. Aynan qaysi obyekt bo'yicha, qaysi yil uchun qancha summa hisoblanganini so'rang. Agar imtiyoz qo'llanmagan bo'lsa, nima sababdan qo'llanmaganini yozma yoki aniq tushuntirish sifatida oling. 5-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, arzi kerak bo'ladi. Agar nogironlik bo'yicha imtiyoz bo'lsa, nogironlik ma'lumotnomasi ham kerak bo'ladi. Agar yolg'iz yashovchi sifatida yordam so'rasangiz, mahalla ma'lumotnomasi yoki ijtimoiy xodim xulosasi talab qilinishi mumkin. 6-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak. Men falon manzilda yashayman, pensionerman.
mening nomimdagi falon kadastr raqamli uy-joy yoki yer uchastkasi bo'yicha qonunchilikda nazarda tutilgan imtiyozni qo'llashingizni, ortiqcha hisoblangan soliq bo'lsa, qayta hisob-kitob qilishingizni so'rayman. Ariza oxiriga sana, telefon raqam, imzo qo'ying. Agar arizani elektron yuborsangiz, yuborilgani tasdiqlovchi kvitansiya yoki raqamni saqlab qo'ying. 7-qadam. Kommunal to'lovlar bo'yicha alohida harakat qiling. Agar pensiya kam, xarajat katta, sog'lig'ingiz yomon yoki yolg'iz yashasangiz, mahallaga inson ijtimoiy xizmatlar markaziga, hokim yordamchisiga murojaat qiling. Men kommunal to'lovlarni to'lay olmayapman. Menga qanday ijtimoiy yordam yoki kompensatsiya berilishi mumkin deb so'rang. Daromadlaringiz, pensiya miqdori, dori-darmon xarajatlari, kommunal kvitansiyalarni olib boring. Bu hujjatlar sizning holatingizni isbotlaydi. 8-qadam, kvitansiyalarni saqlang. To'lov qilgan bo'lsangiz, chekni tashlab yubormang. Soliq yoki kommunal tashkilot bilan kelishmovchilik chiqsa, aynan to'lov cheki sizni himoya qiladi. Telefon orqali to'lagan bo'lsangiz, elektron chekni yuklab oling yoki skrinshot qilib saqlang. 9-qadam. Qarzdorlikni ko'rsangiz, darhol aniqlashtiring. Ba'zan qarzdorlik xato chiqadi. Ba'zan eski qarz ko'chib keladi. Ba'zan obyekt sizniki bo'lmasa ham, bazada sizga bog'langan bo'ladi. Bunday holatda jim turmang. Keyin ko'ramiz degan qaror ko'pincha muammoni kattalashtiradi. 10-qadam. Farzandlar pensioner ota-onasiga yordam bersin. Men buni alohida aytaman. Ko'p otaxon onaxonlar soliq kabineti, elektron imzo, mobil ilova, kadastr raqami degan narsalarni tushunmasligi tabiiy. Farzandlar oyiga bir marta ota-onasining qarzdorligini, kommunal to'lovlarini, soliq xabarnomasini tekshirib tursa, katta muammolarning oldi olinadi. Demak, 2026 yilda pensionerlar ayrim to'lovlarni to'lamasliklari yoki kamroq to'lashlari mumkin, lekin bu hamma to'lovlarga avtomatik taalluqli emas. Eng ko'p e'tibor beriladigan yo'nalishlar bu mol-mulk solig'i, yer solig'i, ijtimoiy yordam va ayrim kommunal xarajatlar bo'yicha kompensatsiyalardir. Asosiy shart hujjatlar to'g'ri bo'lishi, mulk sizning nomingizda bo'lishi, imtiyoz bazada ko'rinishi va kerak bo'lsa ariza berilishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq o'zingiz yoki ota-onangiz nomidagi uy-joy, yer, soliq va kommunal holatini tekshiring. Agar soliq chiqqan bo'lsa, darhol sababini aniqlang. Agar imtiyoz bor bo'lsa, uni rasmiylashtiring. Ortiqcha pul to'lashdan ko'ra bir marta hujjatlarni tartibga solgan afzal. Sizning hududingizda pensionerlarga qanday imtiyozlar berilyapti? Sizga soliq xabarnomasi kelganmi yoki imtiyoz qo'llanganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot pensionerning bir necha 100 ming so'mini, ba'zan esa undan ham ko'proq pulni tejab qolishi mumkin.